2026 yilgi yangi Skoda Octavia zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va kundalik hayot uchun qulaylikni birlashtirgan avtomobil sifatida bozorga kirib kelmoqda. Ushbu model Skodaning ko'p yillik tajribasi va Yevropa avtomobil sanoatidagi mustahkam o'rnini yana bir bor namoyon etadi. Yangi Octavia tashqi ko'rinishidan tortib ichki makonigacha, texnik imkoniyatlardan tortib xavfsizlik tizimlarigacha har bir jihatda sezilarli yangilanishlarga ega bo'lib, oilaviy avtomobil, xizmat safari yoki shunchaki qulay shaxsiy transport izlayotganlar uchun juda mos keladi. Tashqi dizayni yanada dinamik va jozibador ko'rinishga ega bo'lgan. Old qismida keskin chiziqlar bilan bezatilgan yangi radiator panjarasi va zamonaviy LED faralar avtomobilga agressiv, ammo nafis ko'rinish beradi. Kunduzgi chiroqlar energiya tejovchi texnologiya asosida ishlaydi va yomon ob-havo sharoitida ham yo'lni aniq yoritadi. Old bamper dizayni aerodinamik ko'rsatkichlarni yaxshilash uchun qayta ishlangan bo'lib, bu nafaqat tashqi ko'rinishga, balki yoqilg'i tejamkorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yon tomondan qaralganda, uzun va silliq chiziqlar avtomobilning sportcha xarakterini ta'kidlaydi. Orqa qismida esa yangi dizayndagi LED stop chiroqlari va keng bagaj eshigi Octavianing amaliy tomonini yana bir bor ko'rsatib turadi. Salon ichki makoni 2026 Skoda Octavia'da alohida e'tiborga loyiq. Ichkariga kirgan zahoti yuqori sifatli materiallar, puxta yigilish va ergonomik joylashuv seziladi. Old panel minimalistik uslubda ishlab chiqilgan bo'lib, katta sensorli ekran markaziy o'rinni egallaydi. Ushbu multimedia tizimi tezkor ishlashi, aniq grafika va qulay menyusi bilan ajralib turadi. Smartfonlar bilan to'liq moslashuv, ovoz orqali boshqarish, navigatsiya va onlayn xizmatlar haydovchining kundalik hayotini ancha osonlashtiradi. Rul boshqaruvi ko'p funksiyali bo'lib, undan qo'llarni uzmasdan turib asosiy sozlamalarni boshqarish mumkin. O'rindiqlar qulaylik va sog'liqni hisobga olgan holda ishlab. Xavfsizlik tizimlari 2026 Skoda Octavia'da eng zamonaviy standartlarga mos keladi. Avtomobil ko'plab faol va passiv xavfsizlik funksiyalari bilan jihozlangan. Avtomatik favqulodda tormozlash tizimi, piyodalarni aniqlash funksiyasi, kor joylarni nazorat qilish, yo'ldan chiqib ketishni oldini olish tizimi va adaptiv kruz nazorati haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini maksimal darajada ta'minlaydi. Shuningdek, bir nechta havo yostiqchalari, mustahkam kuzov tuzilishi va zamonaviy elektron yordamchilar har qanday vaziyatda ishonch bag'ishlaydi. Texnologiyalar borasida ham Skoda Octavia 2026 zamonaviy haydovchilar talablariga to'liq javob beradi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga kerakli barcha ma'lumotlarni aniq va ravshan ko'rsatadi. Turli ko'rinish rejimlari orqali haydovchi o'z didiga mos dizaynni tanlashi mumkin. Avtomobil ichida simsiz zaryadlash, sportlar, yuqori sifatli audio tizim va iqlim nazorati kabi qulayliklar mavjud. Ba'zi versiyalarda panoramali tom oynasi ham bo'lib, salonni yanada yorug' va keng ko'rsatadi. Yoqilg'i tejamkorligi va ekologik ko'rsatkichlar ham yangi Octavianing muhim jihatlaridan biridir. Skoda injenerlari dvigatellarni ishlab chiqishda chiqindi gazlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga katta e'tibor qaratgan. Natijada avtomobil nafaqat iqtisodiy, balki atrof muhitga nisbatan ham mas'uliyatli tanlov bo'lib chiqadi. Gibrid va ehtimoliy plug-in gibrid variantlar shahar sharoitida elektr rejimida harakatlanish imkonini berib, yoqilg'i sarfini yanada kamaytiradi. 2026 Skoda Octavia kundalik foydalanish uchun juda qulay avtomobil hisoblanadi. Uning o'lchamlari shahar ko'chalarida bemalol harakatlanish imkonini bersa-da, ichki makoni keng va funksional. Avtomobilning xizmat ko'rsatish xarajatlari ham o'rtacha bo'lib, bu uzoq muddatli foydalanishda katta ahamiyatga ega. Skoda brendi ishonchliligi va mustahkamligi bilan mashhur bo'lgani uchun Octavia ham uzoq yillar davomida muammosiz xizmat qilishi kutiladi. Oilaviy avto